Xullas Tailandamizda kommentariy o'qib bering deb so'rashdi. Bu videoni endi ko'raman, kommentini ham endi ko'ramiz. Mana ko'rdingizmi ahvolni? Mana kelinim bilan o'g'lim mana spanisda kechqurun tushib ketdi mana. Hozir mana tushib ketdi. Kommentariyasiga kiramiz, nima tushib ketganini bilamiz. Jang yaxshi bo'lgandanda bu kinoga deb qo'ydilar. Endi sizlar ko'rpa to'shayda katta bo'lgansizlar. Mebelchilarni shogirdlar qilgan, ular faqat uxlaydi deb o'ylashgan. Tomog'im bo'g'ilib qolgan. Montajda ha qo'yib yuborarsiz. Birdaniga gurs deb tushgan bo'lsa tasavvur qilyapman. Skoriy srochni kelgan bo'lishi ham mumkin. Hamma ayb xingillayotgan keliningizlar deb qo'yishdi. Rostdan ovoz bor-da. Bitta qiz qiqir qilyotdi. Ikkalasi ham ko'tini qisib yotganda unaqa bo'lmasdi menimcha deb qo'yibdi. Endi aka, yosh uylangan oila qisib yotsa qiynalib qoladi. 9 balli zilzilaga imorat dosh berayotgan bu nima bo'pti deb yozib qo'yishdi. Ma'lum 9 balli zilzila boshida, oradan 3-4 yil o'tgandan keyin 4 yil balli zilzila, oradan bir 15 yil o'tgandan keyin 3 balli zilzila. Opalar nima deylar, komment yozib, like bosib, podpiska qilib, repost qilib, bilgan e'lon qilinglar.